Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining muavin raisi Hudson Aqllar Markazining oliy tadqiqotchisi advokat Nuri Turkal 21-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining raisligiga tayinlangan. Yıllardan beri Uyghur Kişilik Hukuk Qurilishi idora heyetining raisi bo'lib, Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash sepida aktiv xizmat qilib kelgan Nuri Turkal 2020 yili 5-oyda Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim tarafidan Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissarligiga tayinlangan edi. O bu o'rindagi xizmat muvaffaqiyatlari va ta'siri bilan tezlik ko'zga ko'rinib, Davr jurnali tarafidan dunyoviy ta'sirga ega 100 shaxs bo'lib baholangan bo'lsa, Boyliq jurnali tarafidan dunyodagi 50 cho'ng yetakchi degan sharafga noil bo'lgan. Onundan başqa Nuri Turkal Amerikaning tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan tadqiqot organi bo'lgan Hudson Aqllar Markazining oliy tadqiqotchisi va tashqi munosabatlar kengashining a'zosi qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, Amerika hukumatining Uyg'urlarga munosabatlik muhim qarorlarni olishda belgilik rol o'ynab kelgan. U Hudson Aqllar Markazida aktiv faoliyat qilib, ko'plagan siyosatchilar va mutaxassislar bilan Uyg'urlar masalasi to'g'riliq suhbat o'tkazgan. Qechish yo'li yo'q nomli kitobini nashr qilib, Xitoydagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak masalasining amaliyotda butun dunyo duch kelayotgan masala ekanligini anglatgan va xeyli kuchli ta'sir qo'zg'agan. Nuri Turkalning Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining raisligiga tayinlanishi Uyg'urlar uchun xo'shallanarli bir xabar bo'lib, bu haqda yozilgan baholar va tabriklarda uning mazkur komitetdagi xizmat muvaffaqiyatlari Uyg'urlar masalasining xalqaro kun tartibida bag'ancha muhim o'ringa o'tayotganligi, shundaqla Nuri Turkaldan kutilgan umid orzular ifodalangan.